Boy odamlar qanday fikrlaydi? Bu genetikami? Ko'pchilik boy odamlarni ko'rib, bular shunchaki omadli yoki genetikasi zo'r deyishadi. Ammo tadqiqotlar boshqa narsani ko'rsatadi. Boylik bu ko'proq fikrlash uslubi, gen emas. Genetika qanchalik ta'sir qiladi? Genlar odamlarning xarakteriga, masalan, riskka munosabatiga yoki sabr darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin iqtisodiy tadqiqotlarga ko'ra, uzoq muddatli moliyaviy natijaning katta qismi qarorlar zanjiri orqali shakllanadi. Oddiy qilib aytganda, gen boshlang'ich nuqta, fikrlash esa yo'nalish. Boy odamlar pulni maqsad emas, vosita deb ko'radi. Ular qanday qilib ko'proq ishlayman emas, qanday qilib tizim quraman deb o'ylashadi. Odatda bu psixologiyada uzoq muddatli fikrlash deyiladi. Iqtisodda esa kapitalni ko'paytirish modeli. Ko'pchilik odamlar qaror qabul qilayotganda hozirgi qulaylikni tanlashadi. Kichik, lekin tez foydani afzal ko'rishadi. Boy fikrlovchi odamlar esa kechiktirilgan foydani qabul qiladi. Bugun yo'qotib, ertaga yutishni hisoblaydi va shundan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Ya'ni kim kelajakni qimmatroq baholasa, odatda uzoq muddatda o'sha inson yutadi. Yana bir muhim farq bu xato. Ko'pchilik uchun xato odatda to'xtash signali hisoblanadi. Boy fikrlovchilar uchun esa yangi bilim va tajribadir. Shuning uchun ular odatda tajriba qiladi, xatodan qo'rqmaydi. Qarorni tez, lekin hisob bilan qabul qilishadi. Xulosa qilib aytganda, boylik nasldan o'tishi mumkin, lekin boylar kabi fikrlash o'rganiladi. Bu genetik ustunlik emas, balki qaror qabul qilish uslubi, risk va vaqtga bo'lgan munosabatdir. Demak, agar siz fikrlashingizni o'zgartirsangiz, moliyaviy yo'nalishingiz ham katta ehtimol bilan o'zgaradi.